Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Navbatdagi ishlarimizni o'rnatdik. Bu yerga 3 ta eshik, 3 ta rom o'rnatdik. Akfa alyumin zolotoy dubdan, ya'ni korishneviy. Oynalari ham yo'g'duviy bo'lgan, o'z rangida. 30 lik podagonlilari bilan. Romlarimiz razmeri 1.52, 1.60 dan ikkita bo'lgan. Bu yerda mana bir qanotli eshigimiz bor. 95 ga 220. Yonidagi romimiz 1.15 ga 1.60. Bu yerda mana ikkita bir qanotli eshigimiz bor. 85 ga 220. Oynalarni gulli qilib berdik. Ichkarlari dush bo'layotgan. Eshik taglari doimiydek alkafon bo'ldi. Zamoklari vanna zamoklar qo'yilgan, ichkaridan qulflanadi. Regirovkalari ham zo'r. Eshigimiz ham ochilishi chiroyli chiqdi. Oynalari ham yo'g'duviy bo'ldi. Shu eshiklarimiz narxi 85 ga 220, 1.300.000 so'mdan qo'yib berdik. Akfani o'zi originalidan bo'lgan. Bu romimiz ham oynasi 2 qavat, bittasi ochiladi. Bu romimiz podagonligi bilan 1.600.000 so'm bo'ldi. Eshigimizning narxi qulf kalitli bo'lgan. 1.600.000 so'mga qo'yib berdik bu eshigimiz. Bu yerdagi romlarimiz bir donasi 1.800.000 so'mdan bo'ldi. Oynalari 2 qavat, yo'g'duviyga oq paket, podagonlilari 30 lik bo'lgan. Kimga shunaqa xizmatlar bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Nomerlarimiz 90 170 82 52. Bizning manzil Andijon viloyati Buloqboshi tumani. Hurmatli kuzatuvchilar, like, podpiskalarni ayamaysizlar. Sog' salomat bo'linglar.